Gapga toshma atibga qoldi. Ikkala toshma atibga? Ha. Endi nima qilsa ekan? Bu yerda ishlayapsizmi? Yo boshqa tirikchilik bilan yuribsizmi? Amin buvadan so'radim. Ha. G'oyib tog'a ishlayaptimi desam, yelkasida bir xurjin gadolardan biri deydi. Bor uyam bor. Ikkita kalit qo'limizda olib kelib tashab ketdim-da, salom senga xo'razimdan. G'oyib tog'a. Ha. O'zingizni salqinga qo'yib, kampir xotinlarni dalaga chiqarib olib, salqinda ashula qilib yotarmisiz? Onam derman deb. Aka, dardingda ayt dedim, gapingiz ham to'g'ri. Ha. Sizga men qoyil olmadim. Tuppatli ketma chapadon yigitsiz salqinda o'tirib, xotinlarni dalaga chiqarib olib, yangicha aytyapsiz. Pus bu deb so'zadi. Orqamizdan yugurib boraverdim-da, keyin Maryamjon. Jiroqim ota. O'laboy. Mana boqqa yig'ilindi, Marg'ilon bog'iga asliga boshlanyapti. Bir ikkita ashula ham aytib berasizmi yo yo'qmi? Men qani odam bo'lsam, bitta xat yozib yubordim. Yo siz keling, yo men boray. Agar qarib qoldingiz, mana zavqingiz kelyapti, yangi ashulalarda aytgingiz kelsa, soqolingizni qirqib olib bitta ro'mol solib ro'paramda aytarmikinsiz? Tursunoy bo'lay deyman deb. Yangi ashulalarni biladigan bo'lsangiz, tuzira ashulaysangiz aytdingiz. Bo'lmasa kompozitor ashula aytadigan bo'lsangiz, birov ursa doddirsiz terakka chiqib Toshkent. Jo'raxon aka. Labay. Kecha siz ham qiziq ashula aytdingiz. Ha. O'shinchi ichkizayotganda osh xo'rak tutib qo'ygan ekan-ku, ko'chadan ko'tarib tov yuribsiz. Sartarash. Jo'raxon aka. Ha. Shu qari odam bilsan, jahli tez bo'lib qolar ekan. Ha. O'shanda bir qo'yib yuboraymi, urdim armonim qolmadi. Ijroqim ota. Labay. Yoshingiz 90ga kirib qolsa ham hali ham havasdan qolmas ekansiz. Shunaqami? Yoshlarga nisbat qilib turib, bog'ni shupurgini ko'tarib yuribsiz-da, yordi guli keldi-yu, o'zi kelmadi. Abul aka. Oy. Mana ustozlarning ashulalarini eshitdingiz, siz ham ashula aytib bering endi. Hop. O'zingiz talaga chiqmaysiz-ku, mehnat qilganlarni ko'ra armon qilasiz, na insonman-da hayvonman. O'shanaqa paytda mushashalagan odamlar menga emgalab kelmang. Ko'rangizdan tirab qolaman, uka emasmiz. Abul aka, emasmi deb dalaga borgandan keyin bu narsalarda aytilmaydi aka. Ikkita komissiyani ko'rganingizdan keyin o'zingiz o'lib bo'lasiz-ku, bu yoqqa kelib maqtanasiz indamadi deb. Nima olib ko'changizdan o'tib qolgan ekanman, ko'cha eshingiz ochiq ekan. Hovlining o'rtasida ikkala qo'lingizni yerga urib o'tiribsiz, na bo'ldi yorim kelmadi. Meni malligim chiqibdi. 20 tiyinga 11 ta olib, bittasini oldingizga tashlab qo'ydim, ketaverdingiz, so'raydi. Nasib, meni brigada tahlidday qilib ashula qildingiz. 2 marta ishga chaqirsam, to'nni ko'tarib jo'nab qolar, ketar bo'ldim dastingdan.
eshitdim, haligi kulki ashulalarni aytyapsiz. Bog'da issiqlikda joyda o'tiribsiz. Fayzday to'shakni tevaziga yopib qo'yib aytaymi, damladim palov dedi. Endi qari odam uvdo'g'lanmay o'lay. Aql bilan o'rgashib yuribman, o'xshataman deyman.